Alloh Qur'onda maqtagan azizlikka nimalar bilan erishamiz va nimalarimiz bilan xorlikka tushib qolamiz. Biz azizlik, xorlik deyotgan tushunchani birinchi islom belgilagan jihatdan o'rgansak to'g'ri bo'ladi. Bugungi odamlar xorlik, azizlik desa umuman islom aytayotgan emas, boshqa fikrlarda tushunadi. O'zi azizlik so'zi arabcha so'z. Biz azizlik degani, agar o'zbek tiliga o'sha arabcha aziz degan so'zni tarjima qilsangiz, ya'ni arabchada izza deyiladi, izzat. Biz izzat ham ishlatadik. Kuch-qudratga ishlatiladi o'zi. Shuning uchun islom aziz deyotganda bir odamda mana shu Alloh bergan bir kuch-qudrat sohibi. Bu kuch-qudratni doim moddiy tushunmaydi musulmonlar. Chunki Alloh taolo ularni qo'llab-quvvatlab qo'ygan degan bir qancha odamlar bor. Jismonan qarasangiz, unaqa katta bir kuch-quvvatga egasi emas. Lekin o'zini g'oyasini ustida mahkam turadi. O'zi ko'zlayotgan maqsadni ochiq-oydin ko'taradi va mana shu g'oyasi uchun molini ham, jonini ham tikadi. Bu yo'lda ba'zida o'sha ko'zlayotgan g'oyaga yetmasdan jon taslim qiladi, ya'ni shahid bo'ladi. Shu odamni islom nima deydi desa, aziz odam deydi. Izzatli odam deydi. Endi narigi odamlarning ko'zida nimasi izzatli? G'oyasiga ko'zladi, yeta olmadi, o'lib qoldi. U o'zi aytayotgan narsani o'rnata olmadi ham. Nimasi izzatli desa, Alloh huzurida izzatli. Shuning uchun biz azizlik, xorlik deyotganda insonlarni o'zlarini dunyoqarashdan kelib chiqarib olgan gaplari bilan o'lchamaymiz. Bugun bir johiliy tushunchada bo'lgan, butun hamma amallarni faqat dunyoga bog'lagan, oxiratga bog'lamagan odamlarning nazdidagi azizlik, katta bir shunaqa marosim, to'y boshqalar qilib, butun xalq chaqirib, o'zini boyliklarini ko'z-ko'z qilsa, o'zini topgan tutgan narsalari bilan ularning yonida mana deb maqtansa. Ya'ni ularda yo'q, bunda bor. O'zini kim deb his qiladi desa, men azizman deb his qiladi. Lekin shu bechora aziz shu mol dunyosini, shu ko'z-ko'z qilayotgan narsasini yo'qotib qo'ymaslik uchun hamma xorlikka tayyor. Hatto uni xorlik ham deb bilmaydi. Masalan, bugungi kunda hokimlar, vazirlar bilasizlar-ku, katta mansab egalari bor. Endi o'zining nazdida juda katta odam. Sal mundoro o'zidan pastdagi lavozimdagini ham odam deb hisoblamaydi. Tikkasidan so'kadi, haqoratlaydi, uradi, hatto bitta stolda o'tirmaydi birga. Bitta dasturxonda kelib qolsa, imlab qo'yadi, mana chiqarib yuboradi. O'zi kirmaydi ham uning yoniga. Endi mana shu azizmi desa, yo'q, bu o'zidan kattarog'ini yoniga borganda onasidan oshatib so'ksa, indamasdan boshini yerga qilib, lom mim demasdan, shuncha so'kishiga bir churqatib javob qaytarmasdan, labbay xo'jayin, bo'ldi xo'jayin deb turadi. Ya'ni onasidan oshatib so'ksa tikkasidan. Boyligi bor, odamlari chaqirib ko'rsatgan, lekin xo'jayinining yanida quldan battar bo'lib xorlikda turadi. Bu odam lekin o'zini hali dunyoviy o'lchovlari bilan men azizman deydi. Nimaga desa, o'tganda to'y qilib 800 ta odam chaqirdim, falon to'yxonada qildim, yo'qsa faloncha mol dunyoyimni ko'rsatdim deydi, yo'qsa qizimga, kuyovimga shunaqa narsa olib berdim. Ya'ni dunyodagi o'zi arzimagan haligi bir dunyo ham deb atashsa bir bo'lmaydigan bir matolari bilan o'zini aziz deb o'ylaydi. Yo 5-6 ta undan ham xorroq odamlar kelib turib, qulluq qilib, uni yonida ko'ksiga qo'lini qo'yib, nima deysiz xo'jayin deb tursa, o'zini aziz deb his qilib oladi. Bu azizlik emas. Bu o'zi ayni xorlik o'zi mana shu. Dunyoga aldanib, faqat hamma narsa bilan dunyoda o'zini o'lchov qilib o'lchagan odam xor odam bo'ladi. Nimaga desa, dunyo o'tkinchi narsa-da. O'tkinchi narsa uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan odam aziz odam bo'lmaydi. Mayli endi o'zini aziz deb hisoblasa ham, yonida o'ziga o'xshagan bir qancha xorlar yig'ilib olib qarsak cholib siz azizsiz desa ham, bu azizlik bo'lmaydi. Shuning uchun islomiy azizlik boshqacha narsa. Mo'min odam haqiqiy Allohning roziligi eng hamma narsalarda o'lchovi, eng yaxshi qo'lga kiritiladigan narsa deb hisoblaydi-da, amallarini o'lchayotganda Alloh rozi bo'ladimi, g'azablanadimi deb o'lchaydi. Alloh rozi bo'ladiganini qiladi, Alloh g'azablanadiganini qaytadi. Shu holatda qayerga boradi desa, qayerga boradi? Robbisining huzuriga boradi ertaga. Rozi qiladigan amal bilan borsa, inshaalloh undan rozi bo'ladi. G'azablanadigan ishlar qilib borsa, g'azabiga giriftor bo'ladi. U haqiqiy hayot, abadiy bo'ladi. Chunki mo'min odam dunyoda kimdir buni qo'rqitsa ham, zulm qilsa ham, tahqirlasa ham, bunga qarshi nimalarnidir bir rejalashtirsa ham, o'zini g'oyasidan, o'zi ko'zlayotgan oxiratdagi umididan qaytmaydi. Shunda mahkam turadi. Va bu odamni islom aziz odam deydi. Buni qaytaraman deb har xil xorlikka tushayotgan odamlarni islom aziz odamlar demaydi. Ular xor odamlar deydi. Va unaqa bo'lishlikdan ehtiyot bo'lishga chaqiradi. Shu o'lchovlar buzilib qolgani uchun oxirgi paytda shunaqa gaplarni ko'p eshitamiz. Mana falonchilar 20 yil bo'ldi, hali ham qamalib o'tiribdi. Bir og'iz kechirim so'rab, shu boshliqlardan qaytib bo'ldi, Xudoga aytganini qilmayman.
Alloh hukmlari bilan ham yashamayman, shariatni ham qayta tilimga olmayman. Sizlar aytgandek yashayman deb qo'ysa qo'yib yuborar ekan. Nima qiladi shuncha qiynalib azoblanib deydi. U azizda u qiynalib azoblanmayapti, u azizlikni his qilyapti. Siz aytyapsiz, "Ke xor bo'l menga o'xshab" deyapsiz. Ular nima desa xo'p de, Robbingga xo'p dema. Shariat bilan yasha desa bekor aytibsan Robbim de menga o'xshab. Mana ular nima desa shunga xo'p deb turib, xor bo'l, seni qo'yib yuboradi deyapti. U qo'yib yubormaydi, xorlaydi. U unaqa xorlanishga rozi emas. Shuning uchun, "Yo'q, men xorlanishga rozi emasman" deyapti. Meni qiynayapti deyapti, lekin men xorlanganim yo'q, chunki g'oyamdan qaytganim yo'q. G'oyamni ustida sobitman. Inshaalloh shunisi sobit tursam, Zotning roziligini ham olaman. O'z roziligini olaman deb sobit bo'lyapman, boshqa kimdir bir haq bergani uchun emas. Nima qilay, qaytaymi desa, qaytib qo'yaver deyapti. Mana men ham qaytib ketdim-ku deb turib, endi senga o'xshab xorlansam nima topaman desa, dunyoda lazzatini topasan-da deyapti. Dunyo arzimaydigan narsa-yu bu. Lazzat o'tkinchi-yu bunda. Hali totmasdan o'lib qolsam nima bo'ladi? Sen aytgan lazzat topaman deb shunga xor bo'lib mayli deb Alloh ko'rsatgan g'oyalarni tark qilsamda, shu shaytoniy tuzumga xo'p desam. Nimaga desa, shu do'stimga o'xshab men ham dunyodan lazzatlanib olaman ekan ozgina. Desamda, lekin lazzatini olmay o'lib qolsam nima bo'ladi? Jonim Robbim qo'lida bo'lsa. Senga o'xshab xorib qolaman-ku desa, haligi xor buni tushunmaydi. U xorlar qaytanga o'zini xorligini, bizni ahvolimiz mana biz yuribmiz deb qo'yadi-da. Senga o'xshab xor bo'lib yurishdan Alloh saqlasin deb turib, nariga odam azizlikni tanlasa xafa bo'ladi. Shuning uchun avval azizlik, xorlik haqidagi tushunchalarni islomga muvofiq ajratib olishimiz kerak. Chunki biz musulmonlarmiz-da. Musulmonda azizligi, xorligi Alloh ko'rsatganday azizlik, xorlik bo'ladi. Endi nariga dunyosiga mukkasidan ketgan kofir bo'lsin, fosiq bo'lsin, ularda oxirat bilan o'lchanmaydi. Dunyoda qo'liga 3-4 so'm tegsa aziz bo'ladi, bitta o'tkinchi mansab tegsa aziz bo'ladi. Yo odamlarni ko'rsatib bir ko'zini bir haligi voh degizib qaratib qo'yadigan narsa qo'liga kirgan kuni o'zini nima deydi desa, men azizman chunki ularda yo'q narsa menda bor deydi. Lekin bu dunyodagi narsa bor. Bu o'tkinchi, bu o'tib ketib qolib, ertaga hech kim emas bo'lishligidan xabari bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda mana shu dunyo bilan oxirat holatini eslatib turib, kofirlarni dunyo ularni aldab qo'yganligini aytadi. Oli Imron surasining oxirgi oyatlarida keladi. Kofirlarni shahar kezib yurishlari sizlarni aldab qo'ymasin deyapti. Alloh taolo aytayapti. Bormi bugungi kunda ham nimaga kofirlarga mol dunyo berdi Alloh boshqa deydi. Ular yaxshi ko'rgani uchun bergani yo'q. Dunyoda matosi arzimaydigan narsaligi uchun berdi. Uni arzimaydigan narsa deb o'ylamaydi. Unga bergan bo'lsa rasul yaxshi ko'rganligi uchun emas. Arzimaydigan mato Allohning yanında qadri yo'q buni. Hadisda kelyapti, agar dunyoda qadri Allohning nazarida bir pashshani qonatichalik bo'lganida, kofirga bir qultum suvni ham hatto tatitmasida bundan deyapti. Demak, pashshani qonatichalik qadri yo'q narsani berib qo'ysa, shu bilan u azizman deyapti. Shahar kezib yuribdi o'zini juda katta olib. Shuning uchun iymon ahliga Alloh aytayapti, ularni shahar kezib yurishlari sizlarni aldab qo'ymasin deyapti. Bu juda ham oz mato, ana qo'lidagi narsa juda ham oz, uni bir mato deyishga arzimaydigan bir qiymati yo'q narsa. So'ng boradigan joylari jahannam, juda ham bir naqadar bir yomon oqibat bo'lgan narsa bu. Shuning uchun mo'min odam shunaqa arzimaydigan narsalar bilan dunyoda o'zini xor qilmaydi. Holbuki shu arzimagan narsani narigilar aziz deb tushunsa ham unaqa tushunmaydi. Shuning uchun siz so'rayotganday endi Alloh maqtagan azizlikka Alloh aytgan yo'l bilan erishamiz. Alloh aytayotgan o'sha azizlikni dunyodagisi qanaqa bo'ladi desa, Alloh so'zlarini oliy qilib o'rnatib qo'yishlik bo'ladi. Har bitta masalasida insonning hammasi Allohning buyrug'iga murojaat qilsin. Mo'mini ham, kofiri ham. Ularni hamma ishlarini tepadan Allohning hukmlari yechib bersin. Insonlar tuzib qo'ygan qonunlar emas. Mana shunday yashagan odam dunyoda aziz yashayapti deymiz, shunaqa qilib yashasa. Endi albatta shuni xolis Alloh uchun qilib Alloh huzuriga borsa, mana shu haqiqiy aziz holatida Robbisiga yo'liqqan odam bo'ladi inshaalloh.